Signorina Lazi haqida o'zidan boshqa hech kim bilmaydigan neobachniy faktlar haqida aytib beraman. Sizga qiziqmi? Unda ketdik. Qayerga borsam ham kofe mashinkani izlayman. Yaxshi kofe ichish uchun. Agar men istagan kofe mashinka bo'lmasa, olib o'tirmayman. Agar men xohlagan kofe bo'lsa, qimmat bo'lsa ham olaman. Samolyotga mingandan keyin naushnikimni taqib, ko'zimni yumib, qo'shiq eshitib ketaman. Qo'rqqanimdan emas, vaqt o'tmaganidan siqilib, uchuvchini yoniga borib, shu yerda meni tashlab keting, yuragim portlab ketyapti deb isterika qilib qo'ymasligim uchun. Kiprik ektirganda deyarli masterga yechtirmayman. Kiprik hamma masterga ham ektirmayman. Kiprigimni har 13-17 kunda almashtiraman. Tirnoq uzog'i 14 kun, chunki qo'lim o'sib xunuklashsa, yura olmayman. Yuragim siqilib ketadi. Pedikyurimni esa qish oyida ham qildiraman. Naski kiysam qish oyida hech kim pedikyurimni ko'rmaydi deb odamlar uchun emas, balkim o'zim mazza qilishim uchun bu protseduralarni qildiraman. Qoshimni o'zim teraman. Birorta masterga ham qosh terdirishga, og'rig'iga chiday olmayman. Sochim milerkasini har 3 oyda qo'ydiraman. Sochim juda tez o'sadi. Barcha yuzimni ukollarini o'zim qilaman. Xayolimda meni o'zim og'riqsiz qilaman. Boshqa kosmetologlar yoki bo'lmasa shogirdlarim qattiq og'ritishadi. Aslida esa o'zimga noqulay bo'lganligi uchun ko'proq og'riq his qilaman o'zimga o'zim ukol qilganda. Tomirimga zo'r optni hamshiralar ham tusha olmaydi. O'zim tomirimga o'zim tushaman. Hatto patentga qon topshirgan borganimda ham har yili dokumentdagi hamshiralar ham xijolat bo'lishadi. Birdan tusha olmay. Hozirgi kunga kelib miyamni faqatgina 0.5% ni ishlatib shu yutuqlarga erishdim. Erinchoqligimni yo'qotib, kamida 2% ni ishlata olsam, bir qandaydir bir hech kim yaratmagan narsani yaratishimga ishonaman. O'zim musofirda Peterda ishlasam ham yillab qolib keta olmayman. Har 4-5 oy, maksimum 6 oyda uyimga borib kelaman. Chunki meni energiya manbaim, meni oilam, onam, farzandlarim ekanligini juda yaxshi bilaman. Tez-tez uyga borib kelishimni ta'minlashim uchun miyamni, tanamni, ruhimni tinimsiz ishlataman. Qanday qilib tez-tez o'zimga borib kelsam ekan, kimdan qarz so'rasam bo'ladi yoki bo'lmasa u bu kim meni yonimga kelib Lazzaxon bolalaringizni oldiga borib kelishingiz uchun mana sizga 300 ming rubl deb qachon olib kelib berar ekan deb kutmayman. Balkim bor talantlarimdan qo'limdan keladigan ishlarni yo'lga qo'yib dam olishsiz ishlayman. Lekin bu degani og'ir mehnat emas, balkim o'zim mazza qilib sevimli kasblarimda charchamasdan ishlashni nazarda tutyapman.